Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs darslarimizdan birodarlar rostgo'ylik manzilatini o'qiyotgan edik. Rostgo'ylik tili. Til nimani gapiradi? Haqnimi yoki botilnimi? Dunyonimi, oxiratnimi? Allohnimi yoki shaytonning gapinimi? Axloqnimi yoki shahvatnimi? Allohni rozi qiladigan so'znimi yoki shaytonning so'zinimi? Yolg'onning tili. U qanaqa bo'ladi? Yolg'onning tili shaytonning xizmatida turadi. Oxiratdan behojat qilib, dunyoni chiroyli qilib ko'rsatadi. Gunoh, ma'siyatlarni ziynatlaydi. Ma'siyat yo'llariga boshlaydi. Shahvatlarga berilishga chaqiradi. Mana shu yolg'onning tili bo'ladi. Televizorlarda kuzatib qolasizlar, kinolarda bir yo'lni topa olmasdan ikkilanib, gangib tursa, ikkinchi odam maslahat beradi. Qalbingga quloq sol deydi. U seni aldamaydi deydi. Qalbingga quloq sol degani, agar boshqacha qilib aytsak, nafsingga quloq sol deganida. To'g'rimi? O'sha kinolarda qaranglar-da, ochiqchasiga ham, maxfiy ham, ishora bilan ham, boshqa bilan ham mana shu nafsni, shahvatni birinchi o'ringa qo'yadi. Qalbingga quloq sol, u seni aldamaydi deydi. U 17 ga kirgan nimani biladi? 18 ga kirgan nimani biladi? Qalbiga quloq solarmish. U qalbi nima u? Nafsida. U nafsning advokati kim? Nafsning maslahatchisi kim? Shaytonmi? Aqlingga quloq sol, ota-onangga quloq sol, oqil odamlarning so'zlariga quloq sol demaydi. Qalbingga quloq sol deydi. O'sha qalb degan so'zni nafs deb tushuninglar-da. Ine ko'rasizlar bu kinolarda nimalar maqsad qilinayotganini. Nafs 3 xil bo'ladi. Qanaqa edi? Nafsun ammora, nafsun lavvoma, nafsun mutmainna. Mana 3 xil nafs bo'ladi. Siz bilan biz ichimizdagi nafsimiz, jonimiz, ichimizdagi yayimiz 3 xil. 4-xili bo'lmaydi. Nafsun ammora, yomonlikka buyurib turadi egasini. Ikkinchisi undan balandroq. Nafsul lavvoma. Biron bir ayib, gunoh ish qilib qo'ysa, egasini malomat qilib turadi. Uchinchisi nafsul mutmainna. Bu xotirjam nafs. Odamlarning nafslari yaralishida dunyoga chiqqanida nafsun ammora bo'ladi, yomonlikka buyurib turadi. Endi 18 ga 19 ga kirganni nafsun ammora bo'lib turgan bo'lsa, nimaga buyurar edi? Otasi rozi emas unga turmushga chiqishiga. Onasi rozi emas bunga uylanishiga. Lekin nima qiladi u? Ota-onasiga quloq solmaydi. Nimaga quloq soladi? Endi tushunyapsizlarmi? Bizi bolalarimiz ertalabdan kechgacha qanaqa kino ko'ryapti, qanaqa qo'shiq eshityapti, qanaqa ideologiya bo'ladi miyasiga quyilyapti. Qalbiga quloq solmish. Ustozing bormi? Ha, ustozingga quloq sol. Ota-onang bormi? Ota-onangning gapiga quloq sol. Doim ota-ona nohaq bo'lib chiqadi kinolarda keyin. Bilasizmi? Ota-ona doim nohaq bo'lib chiqadi. Har qanaqa kinoda orqasida bir g'oyasi bo'ladi-da, oxirida. O'sha xulosa qilinadi. 70 ga, 60 ga kirgan ota-onalar ahmoq, hech narsaga aqli yetmabdi. Bular nima qilar ekan hamma yo'qda? O'zlari bilarmish. Demak, til yo rostgo'ylikni gapiradi, til rostgo'y bo'ladi yoki kazzob bo'ladi. O'g'limni palon davlatga yubormoqchiman, til o'rganib kelsin. Ha, xo'p, yubor. Borib shular bilan 1-2 yil birga yashaydi. Ularni yurish-turishi, urf-odatiga odatlanadi. 2 yil yurgandan keyin, 3 yil yurgandan keyin o'shlarning bittasiga aylanib keladi-da. To'g'ri, shu 3 yilda bolang til o'rganib keldi, lekin dinini yo'qotib keldi. Qizinga sovchi keldi. Xaridor bo'lgan oila o'ziga to'q, topish zo'r oila ekan, faqat din yo'q ekan. Namoz o'qimas ekan hech kim. Shariat bilan hech kim ishi yo'q ekan oilada. Hech narsa emas.
Muhimi, qizimiz qanaqa yashaydi? To'kin sochin yashaydi. Bo'laveradi. Mana shunday gapirayotgan ota, bu otaning tili yolg'onchining tili bo'ladi. Astagfirullah. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya'ni men uchun keyin kelguvchi kishilar orasida rost maqtovlar qilgin. Ibrohim alayhisolamning duosi. 4-oyat. Astagfirullah. Va bashshiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda robbihim. Alloh taolo Yunus surasida shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Va bashshiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda robbihim. Iymon keltirgan zotlarga esa ular uchun Parvardigorlari huzurida azaliy rostgo'ylik qadami, rost martaba borligi haqida xushxabar bering. Iymon keltirgan zotlarga nima bor ekan Parvardigorlarning huzurida? Rostgo'ylik qadami, rost martaba, qadami sidq. Demak, oldimizda rostgo'ylik kirishi turibdi, rostgo'ylik chiqishi turibdi, rostgo'ylik tiri turibdi va rostgo'ylik qadami turibdi. 4ta rostgo'ylik. Rostgo'ylik kirish, rostgo'ylik chiqish, rostgo'ylik tili, rostgo'ylik qadami. Qamar surasida Alloh taolo shunday deydi. Astagfirullah. Innal muttaqina fi jannatin va nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida qodir podshoh huzuridagi rozi bo'lingan o'rinda bo'lurlar. Maq'adi sidq, rozi bo'lingan o'rin. Mana oldimizda 5 ta rostgo'ylik turibdi. Rostgo'ylik kirishi, rostgo'ylik chiqishi, rostgo'ylik tili, rostgo'ylik qadami va rostgo'ylik o'rni. Bu jannat. Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida qodir podshoh huzuridagi rozi bo'lingan o'rinda bo'lurlar. Bir muhandisni, injenerni tasavvur qiling. Katta bir kashfiyot qildi. Ilmiy bir yangilikni topdiki, kashf qildiki, buni orqasidan yurtga juda ham katta foyda keldi. Davlat katta bir yaxshiliklarga erishdi. Endi uni taqdirlashlik uchun mana shu mamlakatning podshohi unga izzat ikrom qilish niyatida uni chaqirib o'zini yoniga o'tkazdi. Katta yig'in, katta majlis. Bu majlisda mana shu mamlakatning eng ko'zga ko'ringan kishilari bor. Vazirlar, saroyning boshqa mulozimlari, ulug' insonlar. Hamma unga qarab tabassum qiladi. Hamma uni hurmat qiladi, chunki yurtga katta foyda keltirib qo'ydi. Ya'ni podshohning oldida o'tiribdi bu injener. Hamma odamlarning yuqoriga ko'tarildi. Muhandisning mana shu holati podshohning huzuridagi maq'adi sidqi bo'ladi. Hurmat o'rni bo'ladi, izzat makonati bo'ladi. Qadamu sidq va maq'adi sidq. Rostgo'ylik qadami, rostgo'ylik o'rni. Taqvodor bo'ladigan bo'lsak, birodarlar, Robbimiz subhanahu va taoloning huzurida mana shunday maq'adi sidq, rostgo'ylik o'rni, hurmat o'rni bo'ladi. Lillahil masalul a'la. Birodar, sen mo'minsan. Sen jannatda maq'adu sidqqa da'voing bor. Jannatdagi mana shu ulug' o'ringa umiding bor. Allohning huzurida hurmating bor, makonating bor, sha'ning bor. Agar sen haqiqatan sodiqlar bilan birga bo'lsang, o'zing ham sodiqlardan bo'ladigan bo'lsang, Alloh va'dasiga vafo qiladigan zot mana shu maq'adu sidqni senga ato qiladi. Chunki Alloh Karim zot, shukr qiluvchi zot, bandalardan bo'lgan ishlarni taqdirlovchi, ularga mukofot beruvchi bo'lgan zot. Sen mo'minsan, mana shu dunyoda yashar ekansan, Allohning qahriga qolishidan qo'rqasan. Shuning uchun nima qilasan? Ibodatda, masjidda, ilm majlisida ko'zingni haromdan tiyasan, havoyi nafsingga bo'yin sunmaysan, qalbingga quloq solmaysan. Iymoningga, e'tiqodingga quloq solasan, kitobga, sunnatga quloq solasan, diningni ta'lim berayotgan ustozingning so'ziga quloq solasan. Qalbingga emas. Molingni infoq qilasan, vaqtingni sarflaysan.
Mana shuning uchun senga oxiratda Qodir podshoh huzurida maq'adi sidq bor. Bir odamni tasavvur qiling. Tabiblar aytdi, 2 kun qoldi umringiz dedi. Shu qolgan 2 kunlik umrida u o'tirib o'ylanib, nimalarga quvonadi va nimalardan pushaymon yeydi. Iymon e'tiqoddan uzoq, qalbiga quloq solib yashagan bo'lsa, onon bilan o'chakishib, uni yo'q qilish bilan umri o'tgan bo'lsa, mononi mansabini olishiga shun tagiga suv qo'ygan bo'lsa, u bilan qirqishib, bu bilan talashib, u mashinani olaman, undan baland uy solaman deb yashagan bo'lsa, umrini mana shu narsaga sarf qilgani uchun qattiq pushaymon yeydi. Estikina umrim behuda narsalar bilan o'tibdi deydi. Endi nimaga quvonadi bu odam? Rostgo'ylardan, sodiqlardan bo'lgan bo'lsa, ibodat qilganiga xursand bo'ladi, xayrli ish qilganiga xursand bo'ladi, qalbiga quloq solganiga emas, shariatiga quloq solganiga quvonadi. Shuning uchun unga Qodir podshoh huzurida rozi bo'lingan o'rin bor. Alloh taolo aytadi: "Limithli hada falyamalil amilun." Bas amal qilguvchilar mana shunday bangu baxt saodat uchun amal qilsin. Shu narsaga intilsin. Boshqa oyatda Astagfirullah, xitamuhu misk va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. U mayning muhri mushk bo'lur. Bas bahslashguvchi kishilar mana shunday mangu ne'matga yetish yo'lida baslashsinlar. Agar birov bilan talashib, tortishib, kim o'zar qilmoqchi bo'lsangiz, musobaqa qilmoqchi bo'lsangiz, birov bilan bellashmoqchi bo'lsangiz, mana shunday ishlarda bellashing. Mana shu bellashish, mana shu baslashish birodarlar, eng oliy bellashish, baslashish bo'ladi. Jannat talabida bellashish, Allohning roziligiga yetish uchun bellashish, Allohning toatida bellashish. Mana shu bellashishni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Demak, birodarlar, bizda 5 ta rostgo'ylik bo'ldi. Rostgo'ylik kirishi, rostgo'ylik chiqishi, rostgo'ylik qadami, rostgo'ylik tili hamda rostgo'ylik o'rni. U jannatdagi narsa. Qodamus sidq jannat deb tafsir qilingan. Qodamus sidq Muhammad alayhisalom deb tafsir qilingan. Qodamus sidq solih amallar deb tafsir qilingan. Alloh azza va jalla mana shu sodiqlik, siddiqlik martabasiga hammamizni yetishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada. Vassalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.